desak nima bo'ldi? 的多高？Sen 多高？deng ni to'g'ri a? 嗯，Ni 你多 to'g'ri. 高？Seni bo'ying nechi? Endi javob berish holatlarichi? Javob berish holatlariga birma-bir javob berib chiqamiz. Misol uchun aytaylik, sizni bo'yingiz 1.60. Shunchaki 60. Siz qanday javob berasiz? Metr degan so'z mi bo'ladi. 1 metr deysiz. Mi. 60 bo'lsa, Lyoshi demaysiz. Xitoy tilida shunchaki Lyo bilan to'xtalinadi. Aynan siz 1 metr 60siz. Yoki siz aytaylik, 1.70 dan balandsiz, lekin 72misiz, 75misiz bilmaysiz. O'sha holatda qanday aytiladi? Siz aytasiz 1 metr, 1.70 imichi va undan keyin siz qo'shasiz jini. Nima bo'ladi? 1 metru 70 nechidir degan ma'noda aynan 70 plyusni ifodalayapti. Mayli, nechidir ham deb qo'ya qolamiz. Nechidir. 1.70 nechidir degan ma'noda jini qo'shib yubordi. Kitobda ham bor. Va undan keyingisi va eng to'g'riroq holat. Misol uchun siz bo'yingizni bilasiz. Siz 1.78siz. 1.78siz va bo'yingizni necha ekanligini bilasiz. Aynan aniq bilasiz. U holatda qanday aytasiz? 1 metrni aytasiz. Mi. Endi siz chishi ba deysizmi 1.78 deb? Yo'q. Siz shunchaki chiba deysiz. 78 va tugat. Tushundingiz-a bo'y so'rashni va javob berishni? 嗯，真的 Izzatbekning to'g'ri. Javob berishda vo deb ayting, xohlanglar aytmanglar. Shunchaki aytsangiz ham mayli. 我1米74，1米74，Malikaning to'g'ri. 我1.6 G。Lyoji